Onajonimni bugun bir xursand qilaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onajonim, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Nuriddin, yaxshi turibsanmi? Onajonim, sizni bugun yana xursand qilgim keldi. Nega o'g'lim, nega? O'zi shunday ham xursandman, bolam. Xursandmisiz? Ha, har bitta videolaringni ko'rsam, sendan faxrlanaman, bolam. Qaysi davlatga xohlasangiz, onajon, xolamlarni, tog'amlarni o'zingiz bilan olib keting. Xohlagan davlatingizni ayting, mana aka pul tayyor. Davlatlarga yubording, hamma joyda ko'rdim. Umra, hajlarga ham borib keldim, o'g'lim. Shu pulganalaringni undan ko'ra umraga borsinlar, hajlarga borib ketsinlar. Kambag'allarga tarqatgin, balisalarga, kasallarga bergin, bolam. Nogironlarga yordam bergin, mal dori-darmonlariga. Challenge e'lon qilamiz, yurtdoshlar. Challenge'imizda birinchi g'olibiga ota-onasi bilan birgalikda haj, umra safarlariga yuboramiz. Ikkinchi o'rnimizda esa O'zbekistonda istagan joylaridan sanatoriya qilib beramiz ota-onalariga. Uchinchi o'ringa esa milliondan oshgan prosmotrlari bo'ladigan bo'lsa, 10 milliondan 100 milliongacha pulni olib ketishlari mumkin. Shartlari esa juda ham oson. Bizning maqsadimiz ota-onalarimizni xursand qilish. Ota-onangizga 2 dona non ko'tarib borasizmi? Istasangiz gul olib boring. Xohlasangiz bir kafega olib boring. Chiroyli video kontent qiling. Agar davlat ishida ishlasangiz, o'zingiz video qila olmasangiz, video qiladigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Umra haj safarlarini yutib olsin yoki bo'lmasam sanatoriyani yutib olgan inson ham duo qilib qo'yishsin. Imkoniyati yetmagan insonlar mana uyingizda o'tirib ham oddiy bir chiroyli kontent, ota-onangizni xursand qilib, duosini olib, Lider Auto City'ni atmetka qilib, videoni banglatasizlar. Bekorchi kontentlardan ko'ra ota-onalarimizni xursand qilish bilan shug'ullanganimiz yaxshiroq deb o'ylayman. Sizlardan esa chiroyli video kutib qolaman. Videoni esa maksimal darajada tarqatamiz. Videoga aktiv bo'lib, padeshga qilib qo'yamiz. Alloh rozi bo'lsin. Barcha ehsonlarimga sherik bo'linglar. So'zim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman.